Spirtli ichimliklarning organizmga ta'siri. Alkogol mahsulotlari haqida 50 gram gaplashamiz. Ko'p insonlar bizlardan alkogol mahsulotlarini organizmga qanaqa ta'siri borligi haqida so'rashadi. Ko'p adabiyotlarda qizil vino tarkibida resveratrol degan moddani borligi va bu organizmga foydali xususiyatlar haqida aytib o'tiladi. Xuddi shunday resveratrol moddasi yurak qon tomir sistemasi uchun va umuman yallig'lanish kasalliklari uchun foydali. Lekin eng avvalambor bu o'sha ichimlikni sifatiga ham juda ham bog'liq. Shu bilan bir qatorda bu nazariyani inkor etuvchi tekshiruvlar ham yo'q emas. Spirtli mahsulotlar odam organizmining hamma organ sistemalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchi navbatda bu jigar, buyrak, yurak qon tomir sistemasi va ishonasizmi yo'qmi 7 xil onkologik kasalliklarni keltirib chiqarishi aniqlangan. Yana erkaklarning diqqat e'tiborini qaratmoqchiman. Alkogol mahsulotlari testosteron sintezini kamaytiradi va erkaklik kuch-quvvatini keskin susaytiradi. Spirtli ichimliklar markaziy nerv sistemasiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadi va har xil turdagi depressiyalar, shaxs o'zgarishlari kabi kasalliklar vujudga kelib, insonning jamiyatdagi o'rnini yo'qolishiga olib keladi. Ko'pchilik spirtli mahsulotlar qabul qilgandan keyin darrov tiklanishi haqida aytib o'tishadi, lekin spirtli mahsulotlarning organizmdan chiqib ketish vaqti o'rtacha 2-3 haftani tashkil qiladi. Shuning uchun shifokorlarning bemorlar ro'yxatiga kirishni istamasangiz, spirtli mahsulotlardan voz keching.